Chilonzor metrodan biza do'stlar pul tarqatishga keldi. Assalomu alaykum. Aka, soating pul yutib olasiz. Son. Mayli. Qani kimga olamiz? Shunaqasi ketaveramiz, yonimizdan chiqqan odamlarga to'lay o'yinimizdan taklif qilamiz. Aka, soatingiz pul yutib olasiz. Eshitmadilar. Birata, soatingizga pul yutib olasiz. Son. Yo'qmi, o'zingizlar bilasizlar. Qani hech kimga pul kerak emasmi deyman. Soatingizga pul yutib olasizlar. Soating pul yutib olasiz. Keling. 55-pul sizga. Men. Sani, bering qo'lingizdan ushlab turaman sumkangizni. Yo'q, menda qo'limda telefon bor. Men. Ya mayli. Sanab tashlang 55-pul. Soch qasasiz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 gap yo'q. Shunchadan 10 ming so'm. Mayli qarang, men sizga ko'proq beraman. Oling, yutug'ingizni oling. Men sizga yana 500 ming beraman agar siz Temur Buratga podpiska bo'lgan bo'lsangiz. Yo'qmi? Mayli, joningiz sog' bo'lsin. 1 million. Do'stlar, 1 million obunachim bor. 1 million obunachim bittasi bo'lganlarida 500 ming so'm pul yutgan bo'lardilar. Bizlarni kuzatishni davom etinglar do'stlar. Keyingi ishtirokchisizlar bo'lishinglar mumkin. Kommentariyaga qatga borishni yozib ketinglar tez. Qani go'sh.